Assalomu alaykum. 2D chizma chizish tamoyillari mavzusida detalning uchta ko'rinishini topish, izometriyasini qurish va qirqim berish mavzusini AutoCAD grafik dasturida bosqichma-bosqich chizilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni oddiy chizmalar misolida chizish bosqichlarini o'rganib chiqamiz. Demak, bizga mana variant berilgan. Variantimizda detalning ikkita ko'rinishi tasvirlangan, gorizontal ko'rinishi va frontal ko'rinishi o'lchamlari berilgan. Bizga demak shu o'lchamlar asosida ikkita ko'rinishini hozir ko'chirib olamiz va shu ikkita ko'rinishga qarab turib uchinchi ko'rinishini ham chizib chiqamiz, profil ko'rinishini. Va o'lchamlarini ikkita ko'rinishda qo'yilgan o'lchamlarni uchinchi ko'rinishga ham taqsimlaymiz. Demak, uchta ko'rinishga o'lchamlarni taqsimlaymiz. Keyin buni izometriyasini quramiz va izometriyasiga qirqim beramiz. 4dan 1 qismini kesib olib tashlaymiz. Shu jarayonni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz chizmani ko'chirib olish. Restangel komandasini olamiz. Ekranimizning bo'sh joyida, demak 60 ga 120. X o'qi bo'yicha 120, Y o'qi bo'yicha 60 masofani kiritamiz. Ixtiyoriy joyga bosdim. Sichqonchani tortib turib, demak 120 ni kiritaman. Tab tugmasini bosib 60 kiritib enter tugmasini bosamiz. Mana natijada bizda 120 ga 60 lik chizma hosil bo'ldi. Mana tekshirish uchun bitta burchagiga bossa o'zi ko'rsatadi. Ana endi markazdan o'tuvchi o'q chiziqlarini chizib olaman. Shtrix punktir chiziqlarni. Demak 120 bo'lsa, 5 chiqaradigan bo'lsam 130 chizib olamiz. 130 mana. Buni ushlab turib markazga to'g'rilab qo'yamiz. Bunaqasiga ham 60 bo'lsa, demak 5 chiqadigan bo'lsa 70 chizib turib enter tugmasini bosaman va markazdan ushlab turib o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Endi bunga chiziq turini berishimiz kerak. Demak, mana bular haqida darsligimizda ma'lumotlar berib ketilgan. Buni zagruzka qilish uchun Ozer tugmasini bosamiz va load orqali o'zimizga kerak bo'lgan mana shtrix bilan shtrix punktir chizig'ini tanlayman. Ctrl tugmasi orqali ikkalovini tanladim va OK tugmasini bosamiz. Mana demak, ma'lumotga bazaga tushdi. OK. Endi chizig'imni belgilayman-da. Shtrix punktir chizig'ini beramiz mana. Detalimni ham sirasi qalinlashtirib qo'yaman. Demak, mana men detalni qalinlashtirdim, lekin bizga hozir ko'rinmayapti. Chunki mana bu yerda komandani yoqishimiz kerak. Uning uchun mana bu 3 ta chiziqqa kiramiz. Customize ga kirib turib, line weight degan komandani ustiga bosasizlar, mana ekranga tushadi, mana tushdi. Uni ustiga bir marta bossa, bizga mana qalinlashtirilgan chiziqlarni ko'rsatadi. Ya'ni buni qulaylik tarafidan biri oxirida pechat qo'yotganda chizuvlarni tekshirib olsa bo'ladi. Agar xalaqit bersa o'chirib qo'yamiz. Xo'p, endi markazdan diametri 20 lik aylanamiz bor ekan. Aylanani olamiz. Markazga qo'yib turib 10 kiritaman. Mana diametri 20 chiqdi. Radius 10, diametri 20. Endi buni ham qalinlashtirib qo'yamiz. Match properties olamiz va belgilangan tayyor chizmamdan ko'chirma olaman deb buni ustiga olib kelib bossam, mana bu ham o'zgarib qoladi. Endi ikkita chizig'imiz bor mana. 46 masofa oralig'ida ikkita chizig'imiz bor. Keyin yana
70 masofa bir-biridan uzoqlikda, ya'ni ikkita qirra bor ekan. Demak, markazdan ikki yo tarafga 35-35 chiziq chizishim kerak. Hop, line ni olaman. Bu yoqqa 35 yuraman. Enter tugmasini bosib tepaga chiqamiz mana. Va mana chizuvni o'chirib qo'yamiz, yordam chizuvini. Endi ikkinchisi 46 ekan. 46 bo'lsa 23. Yana bitta chizib olaman-da. Yana bitta chizib olib tur, 23 kiritib chizamiz. Ortiqcha chizuvni o'chirib tashlayman va mana chizuvlarni ham qalinlashtirib qo'yamiz. Match properties kopiya olaman va ikkaloviga tekkizamiz. O'zgaradi. Endi bulardan o'ng tarafga zerkalli отражение olishimiz kerak. Bir xil masofada turibdi. Uning uchun ikkalovini belgilayman. Belgilab turib, mana mirror komandasini olamiz va markazdan ikkita ixtiyoriy nuqta ko'rsataman va enter tugmasini bossam mana o'ng tarafga ko'chirib qo'ydi. Endi bizda detalimizni tagida 60 ga balandligi 10 lik o'yig'i o'tgan ekan. U bizga yuqoridan qaraganda mana bunaqa shtrix chizuv bo'lib ko'rinadi. Demak, hop 60 bo'lsa, mana bizda 70 edi. 5 mana chizuvdan orqaga qaytarsa, shunda to'g'ri bo'ladi. Uning uchun offset komandasini olaman. Mana 70 dan orqaga ikki tarafga 5 qaytaramiz. Demak, 5 deb klaviaturada kiritib enter bosaman-da, chizuvni ko'rsatib ichkariga, bu yerda ham chizuvni ko'rsatib ichkariga bir marta enter bosib olaman. Ana endi chizuv turini o'zgartirishimiz kerak. Belgilaymiz. Chizuvni ingichkalashtiramiz va shtrix chiziqqa o'zgartirib qo'yamiz. Mana tayyor. Endi chizig'imizni orasi uzun bo'lsa, maydalashtirish uchun ustiga 2 marta bosamizda, mana line type scale bir turibdi. Buni biza agar 2 qiladigan bo'lsak kattalashadi, birdan minus tarafga ketadigan bo'lsak, ya'ni 0 beradigan bo'lsak kichrayadi. Mana misol uchun 0.5 beraman. 0.5 mana shtrixim maydalashdi. Match propertiesda bundan bu tarafga ham kopiya olib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana demak, gorizontal ko'rinish tayyor. Endi xuddi shu ko'rinishga frontal ko'rinishini ko'chirib olamiz. Demak, detalimizning orasida o'zi masofalari bor berilgan, uni darslikda alohida standartlari keltirilgan. Demak, hozir men 25 masofa tashlayman. Demak, 25 enter bosamiz. 120 enter mana. Chizib oldim. Endi detalimiz ham balandligi. Buni bir chekkadan chizib ketsanglar ham bo'ladi yoki alohida chizuvlar bilan mana shunaqa offset orqali balandliklarni bersa ham bo'ladi. Demak, kelinglar biz hozir polyline komandasida bir chekkadan boshlab chizib ketamiz. Mana oldim. Demak, qo'ydim. Birinchi nuqtani olib kelamiz. Mana bu yerda bizda tegini masofasi bor. Mana berilgan. Shuni to'g'risiga olib kelamiz. Mana shtrix chizuv. Bosdim. Demak, tepaga 10 chiqamiz. Bunaqasi yana o'yig'ini masofasiga olib kelib bir marta chap taraf bosaman enter tugmasini. Davom etib ketamiz mana. Demak, tepaga mana 20 ekan. 20 bunaqasiga olib kelaman. Mana bunga teng ekan. Proyeksion bog'liqlik orqali chizib ketaveramiz. Bunaqasi demak 60 20 demak 40 olaman. 40 mana ketdi. Pastga 28 tushamiz. Enter. Demak, frontal ko'rinishni ham chizib oldik. E'tibor qilgan bo'lsanglar, men chizuvlarni
to'g'risiga olib kelganimda magnit o'zi menga yo'l ko'rsatdi. Buni oldindan men sozlab olganman. Bu haqda ham demak ma'lumot berib borilgan darsligimizda. Match properties olamiz, demak chizig'imizni to'g'rilab qo'yamiz. Endi markazdan o'tuvchi o'q chizuvini chizib qo'yamiz va ikkita ko'rinmas chizuvni chizamiz. Bu ko'rinmas chizig'imizda demak aylanamiz diametr 20 ni yon tarafdan ko'rinishi. besh chiqarib qo'yamiz. Mana 5 chiqardim. Demak, chiziq turini ham o'zgartirib qo'yamiz. Match properties olaman. Shtrix punktir tizimdan kopiya olib turib, shunda bossam, demak, bu ham o'zgaradi. Endi diametrni olamiz 20 ni, to'g'ri chizuv chizamiz. Ortiqcha chizuvlarni o'chirib tashlaymiz. Endi buni bizga ko'rinmas bo'lganligi uchun mana chizig'imizni shtrix chizuvdan kopiya olib qo'yamiz. Match properties olaman. Demak, kopiya olaman va bu chizuvlarga o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, mana frontal ko'rinishi ham bizda tayyor. Gorizontal va frontal ko'rinishini chizib oldim. Endi xuddi shu ikkita ko'rinish asosida detalning 3-profil ko'rinishini chizamiz. Demak, biza mana bu tarafdan ko'rinishini chizishimiz kerak. Orada 25 tashladim. Bu yerda ham xuddi shunaqa 25 tashlaymiz. Line ni oldim. Klaviaturada 25 kiritib turib, balandlikni qo'yaman. Mana bunday olib borsa o'zi hech qanchani hech narsani bosmasdan mana o'zi magnitlar ishlaydi. Men bularni yoqib qo'yganman. Ana endi oradagi masofa bizda 60. Mana 60 berilgan. Hop. Polyline olaman deb mana chizib ketamiz. 60 tepaga bunday olib kelamiz. Bu proyeksion bog'liqlik asosida mana bir-birini bog'lab qo'yamiz. Demak, yon tarafdan umumiy gabaritni chizib oldim. Match propertiesda qalinlashtirib qo'yaman. Markazdan o'tuvchi o'q chizig'ini chizib qo'yamiz. Demak, 5 chiqaramiz. Va chiziq turini match properties yordamida shtrix punktir chiziqqa o'zgartiramiz. Endi bu yerdan ko'rinishini chizamiz. Demak, frontal ko'rinish orqali mana proyeksion bog'liq chiziqlarni o'tkazamiz. Mana, demak bu qirra bizga mana bu qirra bu tarafdan qaraganimizda bizga ko'rinadi. Match properties yordamida buni chizib qo'yaman. Endi tagida o'yiq bor ekan. Mana balandligi 10 masofada o'yiq turibdi. Bu bizga ko'rinmaydi. Demak, buni shtrix chiziqqa o'zgartirib qo'yamiz. Va mana bu ichkarisidagi o'yiq ham bizga ko'rinmaydi. Demak, line ni olaman. Shu chiziqdan proyeksion bog'liq chiziq chizaman. Bu ham bizda shtrix chizuv bo'ladi. Mana. Endi bizda ichida diametr 20 lik o'yiq qoldi. Shuni ham chizib qo'ysak bo'ldi. Demak, 10 cm berdim, mana 10. Va bundan match properties olib turib, demak, yoki bo'lmasa zerkalli mirror yordamida mana markazdan ixtiyoriy ikkita nuqtani ko'rsatamiz markazdan, mana bo'ldi. Chiziq turini alishtirib qo'yamiz. Mana demak, detalimizning 3-ko'rinishini ham chizib oldik. Endi o'lchamlarini teng 3 ta chizmaga taqsimlashimiz kerak. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan. Demak, ikkitasiga 3 tadan, bittasiga 4 ta taqsimlaymiz. Uning uchun biza dimension bo'limiga kirib turib, o'lcham bo'limini sozlab olishimiz kerak. Demak, dimension style ga kiramiz.
yoki bo'lmasa mana bundan kirsa ham bo'ladi. Yoki mana biza menyularimizdan tagida dimension bo'limini tagida mana belgi turibdi. Shu yerdan kirsa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana ekranimizdan tepasida turibdi. Yana dimension bo'limiga kirib turib, dimension style orqali ham kirsa bo'ladi. Hammasi bitta joyga kiradi. Bosamiz, demak modify byuroga kirib turib, birinchi line sozlaymiz. Men demak chiziqni ko'kka qo'yaman. E'tibor qilinglar, mana bitta o'zgaryapti. Bu haqda darsligimizda alohida bittalab tushuntirilgan. Demak, extend bu mana strelkadan o'sishi 1.25, offset from origin bu 0.625, mana detalimizdan ko'k chizuvni uzilishi. Demak, bu hozir tegmayapti mana. 0.625 uzoqlashib turibdi. Men buni 0 ga tenglab qo'yaman. Keyingi bo'limga o'tamiz. Bu yerda strelkalarni sozlaymiz. Demak, strelka turaveradi. Arrow size hozircha 5 qo'yaman. Strelkaning uzunligi. Text bo'limiga o'tamiz. Text bo'limini sozlaymiz. Bu yerda ISO standartga o'tkazdim. Demak, offset from dim line, ya'ni raqami, ya'ni strelkaning ustida turgan o'lcham raqami orasidagi masofa 0.625 turibdi. Men hozircha buni 1 ga tenglab qo'yaman. Xo'p, demak, shriftni o'zgartirishimiz kerak. Bizani namunadagi shriftimiz, mana orqada berilgan namunadagi shrift Isaac Pure shrifti. Demak, to'rtburchakni chekiramiz. From name ga kirib turib, Isaac Pure topamiz. Mana Isaac Pure bor, Isaac Pure bor. Demak, tepadagisini olamiz. Mana demak shrift o'zgardi. E'tibor qilinglar, rasmda namunada qanaqa berilgan bo'lsa, shu shriftga o'tdi. Ana endi buni sozlab chiqamiz. Balandligi hozircha 5 qo'yaman. Agar kichkina bo'lsa kattalashtiramiz. Demak, qiyaligi shriftimizni og'ish burchagi, ya'ni 15 deb yozamiz mana. Xo'p, bo'ldi. Hozircha bet bo'ldi. Demak, close bosdim. Ana endi e'tibor qilinglar, shriftimni bo'lak sonni ham ko'rsatyapti. Bizga bo'lak son kerak emas, butun songa qo'yamiz. Uning uchun keyingi bo'limga o'tamiz deb, mana 0 ga tenglab qo'yamiz, ya'ni butun songa tenglab qo'yamiz. Okey. Mana o'zgarishlar tepada ko'rsatyapti. Close bosib chiqib ketamiz deb bittasiga berib ko'ramiz. Demak, dimension bo'limidan linear olib turib, demak bitta nuqtani ko'rsataman sichqoncha bilan. Sichqonchani tortib turib, ikkinchi nuqtani ko'rsatib, kerakli joyga tortaman mana. Mana demak 120 berdim. Menda e'tibor qilinglar, hammasi ko'k bo'ldi, faqatgina son yozilgan qismi qorada qolib ketdi. Demak, buni to'g'rilab qo'yamiz. Yana kiraman. Modify ga kiraman deb text bo'limini mana buni ko'k rangga olib qo'yamiz. Mana hammasi o'zgardi. Hozir yerda tekshirib olamiz. Demak, menda strelkalar normalniy, yozuvlar hammasi normalniy. Okey, close. Mana 120 ham o'zgardi. Endi o'lchamlarni taqsimlab chiqamiz.
Xo'p, vertikal gorizontal o'lchamlarni qo'yib oldim. Endi diametr belgisini qo'yishim kerak. Uning uchun mana diametr o'lchamini olib turib, aylanani bir chetiga shundoq tekkizsa o'zi avtomatik holda ko'rsatadi. Biz demak buni o'zimizga qulay bo'lgan holda qo'yamiz. Demak, rasmda namunada qanaqa qo'yilgan bo'lsa, men shu holatda qo'yaman. Mana bo'ldi. Endi o'lchamlarimizni markazdan, o'q chizig'idan ozgina o'ngga chapga harakatlantiramiz. Uning uchun mana belgilab turib, o'ng tarafga bittasini tortaman, mana bittasini. Demak, mana o'lchamlarni ham hammasini qo'yib oldik. Demak, gorizontal ko'rinishga 3 ta, profil ko'rinishga 3 ta. Xo'p. Yana bitta o'lcham qoldi, mana. Demak, shuni ham qo'yib qo'yamiz mana. Mana demak, bunisiga frontal ko'rinishga 4 ta o'lcham bo'ldi. Demak, o'lchamlarni 3 ta chizmaga teng taqsimladik. Endi detalning izometriyasini quramiz. Uning uchun men frontal ko'rinishdan bitta kopiya olaman mana. Menda hozir F8 tugmasi bosib turibdi. Demak, vertikal, gorizontal suradi bu. F8 yana bir marta bossam, mana ixtiyoriy joyga suradi. Mana bitta kopiya olamiz. Bitta nusxa oldim. Bundan yordamchi hamma chizuvlarni olib tashlayman. Faqat detalli o'zi qoladi. Endi mana bu yerda bizda mana ko'rinishlar bor. Mana view ko'rinishlar bo'limi. Bu haqda avvalgi videolarda va darsliklarda ma'lumot berilgan. Demak, men hozir izometriyaga o'taman. Mana izometrik ko'rinishga o'taman. Mana mani 2D chizmam 3D o'lchamga o'tdi. Demak, X, Y o'qi aktivlashgan edi, endi Z qo'shildi. Ya'ni 3 ta o'q aktivlashdi. Endi mana bu detalimni rotate komandasi yordamida 90 gradusga gorizont chiziqqa perpendikular turg'izib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerda modeling bo'limida, mana modeling bo'limida bizda 3D rotate degan komanda bor. Ya'ni bu rotate, mana bu rotate 2D da ishlasa, bu 3D o'lchamda ishlaydi. Bosamiz, ya'ni komandani olamiz. Obyektni belgilaymiz deb bir marta enter tugmasini bosib, bizga mana bunaqa orbita shaklida, ya'ni 3 xil rangda ko'rsatyapti. Demak, bizaniki hozir demak, qizil yo'nalish tanlayman. Mana klaviaturada ishorani kirgizsa ham bo'ladi yoki F8 tugmasini bossam, mana bunda aniq vertikal, gorizontal o'zi ishora chiqdi. Bir marta yana sichqonchani bossam, mana chizmam demak, gorizont chiziqqa nisbatan perpendikular holatga keldi. Endi buni o'stiraman. Demak, detalga qaraymiz. Bizda eni 60 ekan. Detalni o'stiramiz. Uning uchun bizda mana extrude va press pull degan komandalar bor edi. Press pullni olamiz. Obyektni bir marta belgilayman va enter tugmasi tortamiz. Ya'ni qayoq tarafga tortmoqchimiz? Sichqoncha bilan yo'nalish ko'rsatamiz. Demak, 60 kiritib turib enter bossam, hop, demak, Visual Style komandasi orqali mana bizda Visual Style komandasi bu yoqqa qo'yamiz. Rangli holatda ko'ramiz. Mana ko'rsak, demak, mana chizmamiz bizda tayyor holatga keldi. Endi o'rtasida
demak diametr 20 lik o'yig'imiz bor ekan, shuni chizib olishimiz kerak. Yana karkas holatga o'taman. Mana karkas holatga ko'rinib turish uchun modeling bo'limidan silindr olaman. Mana gorizontal ko'rinish ustida aylana chizib turib va balandlikni ko'taraman. Balandligimizni bizda shunda taxminan bir 40 beraveraman, uzunroq beraveramiz. Mana chizib oldim. Rangli holatda ko'ramiz buni. Mana bunaqa silindr hosil bo'ldi. Endi bu silindrni mana izometrani o'rtasiga olib kelib turib, buni o'yib olamiz. Uning uchun silindr belgilayman. Move komandasi orqali mana gorizontal ko'rinishi bitta burchagidan ushlayman deb, xuddi shuni olib kelib turib, izometrani ham xuddi shu burchagiga qo'yamiz. Mana demak, bizda detalning o'rtasida silindr hosil bo'ldi. Endi buni o'yib olishimiz kerak. Buni o'yib olish uchun bizga ko'rinish uchun men ozgina burib qo'yaman. Shift bilan sichqonchani g'ildiragi orqali aylantirdim. Bizga ko'rinib turish uchun. Endi o'yib olish uchun modeling bo'limida subtract degan komanda bor. Mana subtract. Subtract belgilaymiz. Ya'ni mana o'zi ko'rsatyapti. Birinchi obyektdan ikkinchi obyektni ajratib olish. Xo'p, birinchi qolish kerak bo'lgan obyektni belgilaymiz. Qolish kerak bo'lgan obyektni belgilaymiz. Bir marta enter bosamiz edi. O'yib tashlash kerak bo'lgan obyektni ustiga bosib, yana bir marta bosib, enter tugmasini bossak, mana olib tashlaydi. Yana bir marta qaytaramiz. Ctrl Z bilan qaytdim. Subtract olamiz. Birinchi qolish kerak bo'lgan obyekt, enter. O'yib tashlash kerak bo'lgan obyektni belgilab turib, yana bir marta enter bosamiz. Mana bizning detalimiz tayyor bo'ldi. Mana detalimiz tayyor. Endi bunga 4dan 1 qismiga 40 beramiz. Uning uchun biz buni 4dan 1 qismini box chizib egallab olishimiz kerak. Modeling bo'limida mana box olamiz. Demak, detalimizdan 4dan 1 qismiga chizib, demak, balandligimiz 60 bo'lsa, men ozgina kattaroq qilaman, 70 olamiz. Mana demak, 4dan 1 qismiga box chizib oldim. Ya'ni shu qismini o'yib olib tashlaymiz. Yana detalni belgilayman. Bu yordamida shu bitta burchagidan ushlaymiz deb, burchagidan ushlab turib, xuddi ushlagan joyimizga olib borib qo'yamiz. Mana bizda mana bunaqa shakl hosil bo'ldi. 4dan 1 qismini o'yib olib tashlaymiz. Mana endi bizda modeling bo'limida subtract yonida mana demak intersect degan komanda bor. Ya'ni to'rtburchakni ichida turgan qismini olib qoladi. Biz hozir bir qismini olib qolamizda, bir qismini o'yib olib tashlaymiz. Uning uchun bundan bitta kopiya olaman. Buni to'rtburchakni ichidagi qismini bu yerda olib qolamiz, bu yerda to'rtburchakni ichidagi qismini o'yib olib tashlaymiz. Demak, subtract olaman birinchi. Qolish kerak bo'lgan obyektni belgilaymiz, enter va o'yib tashlash kerak bo'lgan obyektni belgilab enter bossak, mana 4dan 1 qismini olib tashladi. Bunisida esa to'rtburchakni ichidagi qismi bizga kerak. Keyin komandani olamiz. Umumiy hammasini belgilab turib, enter tugmasini bossak, mana to'rtburchakni ichidagi shakl qoldi. Bu nimaga kerak? Men buni sizlarga tushuntirish maqsadida olib qoldim. Mana aslida detalimiz mana bunday holatda turadi. Mana bunday holatda edi. Biz buni 4dan 1 qismini olib tashladik. Mana olganimizda bizda mana bunaqa holat hosil bo'ldi. Mana sizlarga tasavvur hosil qilish maqsadida buni olib qoldim.
Mana demak, bizga berilgan shartni bajardik. Ikkita ko'rinish asosida uchinchi ko'rinishni topdik. O'lchamlarni teng 3 taga taqsimladik va izometriyasini qurib, unga 40 ni berdik. Endi bunga shtrix berishimiz kerak. Ya'ni qirqilgan joyga bizni shtrixini ko'rsatishimiz kerak. Buning uchun bizga kerak bo'ladi mana buyruqlar komandasidan mana UKS degan komandani yuklab olishimiz kerak. Mana chetga qo'yib qo'yamiz va bu yerda mana 3 point degan komandani olamiz. Olamizda, hop. 3 ta nuqtani ko'rsatamiz. 1, 2, 3. Mana demak, menda x, y, z to'qlari detalga yopishib oldi. Endi h buyrug'iga kiramiz. Hga kiramizda chiziq turini tanlab olamiz. Kiraman, demak NC bo'limidan NC 31 ni tanlayman. Okey. Hop, rangini qizil qilaman va oradagi scale ni hozircha 2 qo'yib ko'ramiz. Agar kattalik qilsa kichraytiramiz. End pick point tugmasini bossam qaytib chiqib ketadi oynadan va maydonni ko'rsatishimiz kerak. Mana ikkita maydondan iborat ekan. Enter tugmasini bitta bosaman, qaytib kiradi. O'zgarish qilish kerak bo'lsa o'zgartiramiz, yo'qsa OK tugmasini bosamiz. Hozir men buni 1.5 ga qo'yib turaman. OK, mana. Demak, shtrix berdi. Endi ikkinchi qismiga beramiz. Yana bir marta 3 point olaman. Detalimdan demak 3 ta nuqtani ko'rsataman. 1, 2, 3. Mana demak yopishib oldi. To'g'ri bajarilganligi uchun detalga yopishib oldi. Yana h komandasiga kiramiz. Oxirgi sozlamani eslab qolgan. add pick point toptirib mana belgilaymiz. Demak, bu yerda hamma maydonni yuzani bittada oldi. Mana bu qismida 2 bo'lib olgan edi. Enter tugmasini bosaman, o'zgarish qilish kerak bo'lmasa OK tugmasini bosaman. Mana demak bir-biriga nisbatan archa shaklida tahlil berdi. Demak, buni ham qilib chizib oldik. Endi bizda aylana bo'lganligi uchun buni o'rtasidan o'tuvchi shtrix punktir bilan chizib qo'yishimiz kerak. Xo'p, line ni olaman. Chizamiz. Demak 5 mm chiqaraman. Yana line ni olaman. Bu tarafga ham chizamiz. 5 mm o'stiramiz. Markazdan shtrix punktir tuzilgan. Demak, tepaga 5, pastga ham tortib turib 5 kiritib enter bosaman. Mana demak chizib oldik. Endi buni shtrix punktir chiziqqa alishtirib qo'yishimiz kerak. Mana. Xo'p, 0.5 beraman. Bundan ko'p yoptirib bo'lgan o'zgartirib qo'yamiz. Demak, mana bunaqa holatda kelsa, bizda o'rtada plus bo'lish kerak. Bunaqa holat bo'lish kerak emas. Buni o'zgartirish uchun 2 marta ustiga bosaman-da. 0.5 ni misol uchun 0.7 qilib ko'ramiz. Yoki bo'lmasam 0.4 berib ko'raman. Mana 0.3 berdim. To'g'ri chiqdi mana. Demak, izometriyasi tayyor. Endi izometriyaga 40 berganimizdan keyin bizda o'z-o'zidan mana frontal bilan profil ko'rinishda ham 40 berishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, mana bu ko'rinishga o'tib olaman. Mana detalimni bu yoqqa surib oldim. Xuddi shu ko'rinish bu yoqqa o'tdi. Ana endi mana bu qismiga 40 beraman. Endi mana bu qismi bizda ko'rinadigan bo'lib qoladi. Mana bularni demak, bular o'sha bizga kerak emas. O'chirib tashlaymiz.
Mana bunday holatda bo'ladi. E'tibor qilinglar, mana bu qirralar bizada bu yerda ko'rinib qoladi. Endi frontal ko'rinishiga o'tamiz. Frontal ko'rinishi mana bu qism bizada ko'rinishi kerak. Xo'p, demak, mana bizada ko'rinadi. Buni olib tashlaymiz. Demak, bularga ham shtrix beramiz. H komandasiga kiramiz. Oxirgi sozlamamizni eslab qolgan add pick point toptirib, mana yuzalarga ikkaloni bosib turib enter tugmasini bosamiz. Agar o'zgartirish qilish kerak bo'lsa o'zgartiramiz, yo'qmasa ham OK tugmasi bilan tasdiqlaymiz. Mana bizada chizmamiz tayyor. Mana izometrik ko'rinishi, mana demak frontal, gorizontal va profil ko'rinishi. Demak, shu bilan biz 3-mavzuda berilgan detalli ikki ko'rinish asosida 3-ko'rinishni topish, uni izometriyasini qurish, izometriyaga qirqim berish va shtrix berish mavzusini, ya'ni oddiy chizma misolida o'rganib chiqdik. Keyingi videolarimizda, ya'ni keyingi darslarimizda buni A3 qog'ozga, ya'ni 2D ko'rinish bilan 3D ni joylashni, layout komandasi orqali joylashni o'rganib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.